Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, chorva qo'ysovozlari, kanalimiz obunachilari. Mana buqalarimizga keçi yemini beryapmiz. Buqalarimizga bir hafta 10 kundan beri atala qilib berishni boshladik. Chunki qurug'ini uncha yaxshi ishtaha bilan yemayapti. Shunga makka yorma bilan bug'doy yormani pishirib, kunjara qo'shib yutib beryapmiz. Pishirilgan yemga kunjarani yutib mana shu holatda beryapmiz. Qolay ko'rishingiz mumkin. Ancha kuraklari ham ochilib qoldi. Ularni ham. Shu birinchidagi hozirgi ko'rsatganim tish yordi. Qo'yganlari endi yaqinda tish yorib bo'lsa kerak, yaqin oylarda. Tish uzdi, ya'ni. Ishtahasi kamayib ketishiga nima sabab bo'lishi mumkin? 15 kunda bir qantar boshlayapmiz endi, ya'ni och qo'yib bir sutka. Shunda sal ishtahasi yaxshilanganga o'xshayapti. To'g'rimi shu ish? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyga yozib ketinglar.